Assalomu alaykum yurtdoshlar. Men bemor Qashqadaryodan kelib davolangani keldim shu asalari klinikasiga. Girpsli anov bilan kasallangan edim. Kelgan paytingizda holatingiz qanaqa edi? Hozir qanaqa? Kelgan paytimda ahvolim xuruj bilan kelgandim, og'riq kuchli edi. Qancha odam qutulib ketdi hozir? Shu yerga kelganimdan keyin ancha holatim yaxshilandi, og'riqlar kuchaygan holatda kelgandim. Vrachlarni, hamshiralarni yordami bilan ancha o'zimga keldim, sog'ligimni tikladim. Asalari zahridan ancha shifo topganim uchun sizlarga ham shu yerga kelib davolanishni tavsiya qilaman.